Assalomu alaykum. Mana hozir qiziq voqea bo'lyapti. 4 kishi, 5 kishi taralmay mana Isuzu'ni metanda uchib qoldi. Hozir mana shu Matiz tortaman deyapti. Eng qizig'i mana shu Matiz tortilamagan. Ichida yuki bor ekan Isuzu'ni. Mana hammashida ham metanlar yuz ochirib, mana bitta, ikkita bo'lib qoldi. Eng qizig'i mana Matizchi aka trosini tortdi. Orqada hech kim yo'q. Ye. Endi orqadan odamlar yordam beryapti. Mana Matiz topib ketdi. Orqada 3 kishimi, 4 kishi bor ekan. Matiz tortdi masini. Bile